Bemorimiz 3 yoshda, hozir bir vaqtda o'zida ham adenoiddan xalos bo'ladilar, ham xatnalarini o'tkazib olamiz. Mana ko'ryapsizlar, narkoz berish jarayoni, gaz orqali beriladigan narkoz. Mana bola gaz hidlab uxlayapti hozir. Hech narsani bilmayapti, sezmayapti, og'riq yo'q. Mana hozir o'zida sekin yo'qqa ketyapti. Hamkorlikdagi operatsiyalarimiz yo'lga qo'yildi. Ya'ni yosh bolasi, o'g'il farzandi borligi uchun ajoyib yangilik. Bu bemorimizda ham hozir operatsiya o'tkazamiz, ya'ni bir vaqtda o'zida burundagi muammosini va xatnasini o'tkazib beramiz. Doktor Shernazarov bir necha yildan beri shu soha bo'yicha shug'ullanib keladilar. Xatna markazini asoschilaridan biri. O'zlari biroz gapirib beradilar, qanaqa operatsiya turi va qanaqa shaklda o'tkazilishi. Eng asosiysi bitta og'riqlantirish narkoz ostida bola hech narsani bilmagan holatda ham burundagi, ham boshqa joydagi muammolardan xalos bo'ladilar. Xatna bo'yicha shuni aytish kerak, o'zi usulimiz qonsiz, choksiz, bog'lovsiz bir necha daqiqada o'tadi. Bu yerda esa bola stress olmaydi hamda bitish jarayoni ham tez bo'ladi. Maxsus termopichoqda o'tkaziladi. Zararsiz, xavfsiz va tez bitishga ham qaratilgan. Bu, Xudo xolasa jarayonlarni yoritib boramiz. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Bemorimizni mana ko'rishingiz mumkin, adenoid bezlari juda ham kattalashib ketgan, 3-daraja, asorat bergan, tangli murtaklari ham gipertrofiyalanib ketgan. Hozir bemorimizda anginasini bir qismini olamiz va adenoidini olamiz, o'rnlarini kuydirib qo'yamiz. Xudo xolasa qayta bezovta qilmaydi, nafas olishi zo'r bo'ladi. Mana operatsiyamiz nihoyasiga yetdi. Ko'rishingiz mumkin, mana adenoid bezlarini to'liq olib tashladik. O'rinlarni kuydirib qo'ydik. Burun orqa qismi to'liq ochildi. Bemorimiz endi mazza qilib nafas oladi. Bir vaqtda o'zi mana angillalarning 3/1 qismini olib qo'ydik va qolgan qismi o'z funksiyasini bajaraveradi bemorimizda. Mana ko'rishingiz mumkin, bemorimiz bir vaqtda o'zida ham burundagi, ham tomoqdagi, ham xatna masalasidan qutuldilar inshaalloh. Bitta narkozda hammasi bo'lib ketdi. Bemorimiz undan stress olmadi. Operatsiyadan hech qanaqa og'riqlar bo'lmaydi. Inshaalloh zo'r nafas oladigan va xatna muammosidan ham qutuladigan bo'ladilar.